Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 telekanalini tomosha qilyapsiz. Erta tongdan O'zbekiston 24 telekanali live rejimida bugungi sanaga munosib marafon dasturlarini davom ettirmoqda. Xabaringiz bor, kun davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasiga tashrifiga oid lavhalar va shu o'rinda jonli bog'lanishlarni e'tiboringizga taqdim etib beryapmiz. Albatta, bugungi do'stlik festivali, millatlararo totuvlik sayillari chegara hududida joylashgan So'x tumanida ham ko'tarinkilik bilan davom etyapti. Xuddi shunday, hozir muxbirimiz reportajini birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Uyg'onish, yangilanish darakchisi, saxovat va muruvvat, mehr oqibat kabi azaliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan Navro'zi olam shukuhi yurtimiz bo'ylab kezmoqda. Navro'z xalqimizning qadimiy va umumiy bayramidir. Uning mohiyatida do'stlik, ahillik, bag'rikenglik, yaxshi qo'shnichilik kabi olijanob fazilatlar o'z ifodasini topgan. Xalqimiz azaldan bu bayramni do'st va yaqinlari, qon qarindoshlari bilan birga nishonlagan. Ayniqsa, olis So'x tumanida Navro'z bayrami har bir mahallada qo'shni mamlakatlardan kelgan mehmonlar ishtirokida tantanali tarzda o'tkaziladi. Zero so'nggi yillarda davlatimiz rahbarining dadil va qat'iy tashqi siyosati tufayli chegaralarda yuzaga kelgan qiyinchiliklarga barham berildi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolarining o'zaro bordi-keldilari tiklanishiga va mustahkamlanishiga imkoniyat tug'dirdi. Aslida o'zbek, tojik va qirg'iz xalqlarining urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari ham bir-biriga juda o'xshash. Barchamizga ayonki, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston bilan aloqalar mustahkamlandiki, bu albatta prezidentimizning bevosita oqilona va odilona siyosatlarining mevasi deb bilaman. Albatta Qirg'iziston fuqarolari bizlarga bemalol kelyapti. Biz Qirg'izistonga, Tojikistonga boryapmiz. Bunaqangi yaxshi kunlarni biz yillar davomida orzu qilib kutgan edik. Va albatta xalqimiz bundan benihoyat xursand bo'lmoqda. Prezidentimizning sa'y harakatlari bilan xalqimiz orzuga yetdi. Bunday e'tiborlarga biz yoshlar labbay deb javob berib, albatta shu vatan uchun, shu So'ximizning kelajagi uchun sidqi dildan mehnat qilib, albatta qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston bilan do'stligini yana ham mustahkamlashga va'da beramiz. Biz chegaradagi xalqlar bugun do'stlik tadbirlarini o'tkazib, undagi tadbirlarga faqat mahalliy xalqlar emas, qirg'iz millatiga mansub xalqlarni ham da'vat qilib, do'stlik rishtalarini mustahkam qilib kelmoqda. Bu O'zbekistonda yo'lga qo'yilgan yaxshi qo'shnichilik tamoyili natijasi deb bilaman. Aslida o'zbek, tojik va qirg'iz xalqlarining urf-odatlari, an'ana va qadriyatlari ham bir-biriga juda o'xshash. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston bag'rida 100 dan ziyod millat va elat tinch totuv hamda ahil yashab kelayotgan dunyodagi oz sonli mamlakatlardan biridir. Davlat siyosati, xalq ma'naviyatida millatlararo bag'rikenglik hamisha ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan. So'x esa millatlararo bag'rikenglik qal'asining darvozalaridan biri hisoblanadi. Tumandagi Dehvayron, Lembor, To'l, G'aznov va Qalacha mahallalarida tashkil etilgan Navro'z sayillarida yuqoridagi so'zlar yana bir karra o'z ifodasini topdi. Shu bir bo'rdosh o'zbek xalqi, shundayla Qirg'izistonning eli yurti, biz yaqindan beri ayovayimday suyunishdamiz, quvonishdamiz. Antkeni 3 mamlakatning prezidenti jo'lig'ishib, bizning tinchligimizni, bizning kelajagimizga bo'lgan ma'milani tiklashtirib, yaxshi qilib qo'ydi. O'shondiqdan biz shu prezidentlarning ishining iyiligini, densoqliklari chin bo'lishini xohlaymiz. Biz ikki el bardigi doimo tinchlikda yashaganini xohlaymiz. Shu tinch bo'laylik, zamonimiz tinch bo'lsin. Biz doimo So'x rayonining Lembir oili bilan birgalikda qiz olishib, qiz berib, ma'mila qilamiz bir-birimiz bilan. Shunday ele to'y to'povimizni, yaxshi ishlarimizdagi bardig'ini birgalikda o'tkazamiz. Doimo bir-birimizni ko'rsak, hurmat bilan ma'mila jasaymiz. Sebebi biz shunchalik yaqin turamiz. Saltimiz bir, tilagimiz bir ariqdan suv ichamiz. Birimiz iylasak, birimiz ko'nglimizni ko'tarib, yaxshi intimoqni bekamdevga yeneler bardig'imiz kuch-quvvatimizni beramiz. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, viloyat markazidan 120 kilometr narida va dengiz sathidan 1000 metr balandlikda yashayotganiga qaramay, davlatimizning doimiy e'tibori va g'amxo'rligi bugun 80 ming nafardan ortiq tojik millatiga mansub so'xlik vatandoshlarimiz hayotiga yangi ma'no mazmun bag'ishlab, ularni katta maqsadlar sari chorlamoqda. Tumanning hatto eng chekka va olis qishloqlariga ham islohotlar yetib borganiga, qishloqlar qiyofasi tobora o'zgarib, tog'lar bag'rida yashayotgan so'xlik vatandoshlar
vatandoshlarimizning hayoti farovonlashib borayotganiga bugun So'x tumaniga kelsangiz yana bir marta amin bo'lasiz. Buni mahallalarda tashkil etilgan Navruz saylarida ishtirok etgan mahalliy aholining kayfiyatidan, yuz ko'zlarida barq urayotgan hayotdan rozilik alomatlaridan ham sezish mumkin. Mana bugun Navruz bayramini nishonlayapmiz. Faqat Navruz bayramida emas, har kuni xursandchilik, har kuni bayramdek yuramiz biz. Chekka qishloqda bo'lsak ham prezidentimiz bizga katta sharoitlarni qilib bergan. Ko'chalarimiz asfalt bo'lgan, hayotimiz yaxshi, qishlog'imiz obod. Ana shuning uchun ham kayfiyatimiz doim bayramona. Hatto mana onaxonlarimiz ham qo'llarida ochib duo qilyaptilar. So'x tumaniga yaratib berayotgan sharoitlari, ayniqsa xotin-qizlarga chiqargan qaror farmonlari, xotin-qizlar avvalambor prezidentimizni birinchi e'tiborida biz mana shuni ham bizni kayfiyatimizni ko'taradi. Tumandagi har bir mahallada tashkil etilayotgan bayram sayillarida qo'l mehnati bilan yasalgan mahsulotlar ko'rgazmasi, kitob savdosi tashkil etildi. Dasturxonlar yozilib, bahoriy taomlar, pishiriq va shirinliklar tortiq qilindi. Tadbirda turli sport va milliy o'yinlar, mahalliy hamda viloyat markazidan jalb etilgan san'atkorlar tomonidan xalq qo'shiqlari, ulan va laparlar, milliy kuy qo'shiqlar ijro etildi. E'tiborli jihati shundaki, tadbirlarda o'zbek, tojik va qirg'iz tillarida she'rlar o'qilib, kuy qo'shiqlar yangradi. Navro'zi olamning ruhi va falsafasida mujassam bo'lgan yaxshilik va bag'rikenglik, ahillik va hamjihatlik, atrof muhitni kuz qorachig'idek asrab avaylash kabi olijanob g'oyalar yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tarixiy o'zgarishlarning maqsad va mazmuniga to'la hamohangdir. Yana bir muhim jihat. Xalqimizning milliy urf-odat va qadriyatlarini o'zida mujassam etgan Navro'zi olam shoh va shoir buyuk sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur kelib 1 yil yashagan So'xning Hushyor qishlog'ida ana shunday ko'tarinkilik bilan nishonlanadi va eng muhimi So'xning mana shunday chekka qishloqlarga ham davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar obi hayot tomchilaridek kirib kelgan va mana shuning uchun ham aholining bugun kayfiyati bayramona. Shoh va shoir Bobir Mirzo o'zining Boburnoma asarida bu qishloqning mard yigitlari haqida alohida to'xtalib o'tgan. Hindistonni zabt etgach o'zi bilan birga borgan so'xliklarni, ayniqsa hushyorlik bahodirlarni taqdirlagani haqida ham yozadi. Hushyor qishlog'ida xalqimizga xos bo'lgan azaliy qadriyatlar va milliy urf-odatlar hamon saqlanib kelmoqda va eng muhimi qishloq ahli uni asrab avaylab hamda kelajak avlodga yetkazishni mas'uliyat deb biladilar. Qishloqda boshqa shahar va tumanlardan kelin bo'lib kelganlar juda ham ko'p. Bugun olis qishloqlarda aholi uchun yaratib berilgan shart-sharoit hamda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan chegaradagi muammolar o'z yechimini topgani haqida shukronalik bilan gapirib o'tadilar. Men Rishton tumanidan bundan 30 yil avval So'x tumanining Hushyor qishlog'iga kelin bo'lib tushganman. Bizning qishlog'imiz chegara atrofida joylashgan. Oldin ona yurtimizga, ularni didoriga borishga zor edik. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan shu bizni chegaralar, yo'llarimiz ochildi. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarimiz yaxshilandi. Biz bu kunlarni qancha orzu qilib kutganmiz. O'sha kunlar yetib keldi. Shunday sharoitlar yetarli qilib bizga yaratib bergani uchun prezidentimizga mingdan ming rahmat aytamiz. Mana hozir yo'llarimiz ochilib, bemalol borib kelyapmiz. Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston yo'llari ham ochilib, do'stligimiz keng rivojlanib, qarindosh urug'larni uylariga bemalol borib kelyapmiz. Qishlog'imizda Navruz ayyomini, bayramni nishonlayapmiz. Biz bu bayramlarga qo'shni Qirg'iziston Respublikasilaridan ham mehmonlar taklif qilganmiz. Hozir birgalikda hamma Navruzni nishonlayapti. Sharoitlarimiz yaxshi, tinch omon yashayapmiz. Mana bugun chalpaklar pishirdik, ko'k somsalar bo'ldi, sumalaklar, qanli halvolar pishirdik. Kayfiyatimiz juda a'lo darajada. Bu endi bizning sharoitimiz yaxshiligi, prezidentimizni bizga yaratib bergan sharoitlari, tinchlik, omonlik, osmonimizda osoyishtaligi. Shuning natijasida biz tinch omon yashayapmiz. Bugun o'yin kulgi Navruz ayyomini nishonlayapmiz. Do'stlik tantanalariga aylanib ketgan Navruz sayillarida ta'kidlaganidek, qo'shni davlatlar O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarining bunyodkorlik tashabbuslari tufayli mamlakatlar xalqlari qalbidan do'stlik va qarindoshlik, hamjihatlik urug'i joy oldi. Zero ularni umumiy tarix, madaniyat va ma'naviy qadriyatlar o'zaro hurmat doimo birlashtiradi. Olis So'xda Navruz sayillari hamda do'stlik tadbirlari davom etmoqda.